Assalomu alaykum YouTube ahliga va barcha bizni kuzatib turgan o'zimizga o'xshagan imkoniyati cheklangan do'stlarimizga alangali salom. Mana men bugun O'shli yigit xonadonida mehmonmiz. Men shu akamizdan bugun intervyu olaman. Xo'sh, siz intervyu olgani keldingizmi? Intervyu olgani keldim. Bir qiziqarli hamma shu YouTube kanalimizni yanada rivojlantirish maqsadida sizdan intervyu olib, bugun boshlovchiman sizga. Men kamroq gapiraman ekan narsalarga bugun ha. Xullas. Shunga bugun haqiqatlarni intervyu qilamiz, sug'urib olamiz bunday chaganda. Haqiqatlar. Qanaqa haqiqatlar sug'urib oladi bu bola? YouTube kanalini ochishdan maqsadingiz nima? Maqsadda siz mendan yaxshiroq bilsangiz kerak. Va YouTube ahliga bildirib qo'yaylik demoqchimisiz? Shu yanada qiziqarli, yanada sirlar ochilish maqsadida so'rayapman. Bo'ldi. YouTube ahliga aytib o'tadigan bo'lsak, o'zimizning imkoniyatimiz cheklangan bo'lsa ham, o'zimizga motivatsiya, o'zimizga qo'limizdan keladigan ishlarni o'zimizga isbotlash, lekin men o'zimizga o'xshagan xalqlardan motivatsiya olsin, ibrat ko'rsataylik. Masalan, men boshqa xalqlarni o'zimizga o'xshamagan sog'lom insonlarni fikrini xususan o'zgartirish. Bunday aytganda bizdaqa insonlar masalan ko'chada yurganda ba'zan to'g'atmagan insonlar bo'lib qoladi, ba'zan to'g'atganlar bo'lib qoladi. Har xil qaragan insonlar bor. Har xil qaragan insonlar bor, o'zingiz bilasiz. Shulardan kelib chiqib shularga ibrat ko'rsatish, qo'limizdan ish kelishini ko'rsatish, keyin ularning fikrini, xususan ularning fikrini, ko'p fikrlarni o'zgartirishda. Juda yaxshi. Ikkinchi savolimiz, necha yil bo'ldi shu YouTube kanaliga kirganingizga? 1988 man o'zi. Yilim 1988-yilman. Tavallud topgansiz. Tavallud topganman. Lekin YouTube'ga kirganimga 2021 noyabrda ochganman bu kanalni. Noyabrda nechida ochganman hozir esimda yo'q. Noyabrda ochganim esimda. 11-oyda. 11-oyda ochganman, 2021 ochganman. Masalan, necha yil bo'lgan bo'ladi? Hisoblayinchi mana. 5 yil bo'libdi. 5 yil, 5 yarim yil bo'libdi. 5 yarim yil bo'libdi. Endi uchinchi savolimiz, shu holatda qiynalmaysizmi? Yurgizgani shu kanalda. Nimasi qiyin? Syomka olasiz. Montaj nimalarda qiynalmaysizmi? Qiynalgan paytlarim bo'ldi. To'rtinchi savolimiz, imkoniyati cheklangan bo'lsa ham boshqalarga ibrat bo'lishga harakat qilasizmi? Qilaman. Syomkalarni o'zim olaman. Syomkalarni masalan syomkalarni o'zim olaman. Masalan, kadrlarni to'g'rilayman. Mana operatorga jichi o'zim o'rgatishga harakat qilaman. Operator ham bo'lmay qolgan paytlar bo'lib qoladi. Bunaqa narsaga suyab olishga to'g'ri keladi. Hozir o'zingiz bilgandek, bloglar narsalar yo'q hozircha menda. Xudo xolisa. Naqalar yo'q. Qurollar yo'q. Sharoitlar juda kamroq ekan-da. Xudo xolisa bo'lib ketadi. Bu yaxshi, yana rivojlanib ketadi, xudo xolisa. To'rtinchi savolimiz,
imkoniyat 5-chi savolimiz. Yaxshi sponsorlar chiqsa, yana rejalar nima kelajakda? Yaxshi sponsorlar chiqsa, shu kanallarimiz rivojiga rivoj qo'shilib ko'tarilib ketadigan bo'lsa, Aha, mana shu YouTube kanaldan sponsorlar chiqib, biz qo'llaymiz aka yo uka. Bunday aytganda, o'zingiz bilasiz, Anvarjon Xonov degan blogerlar bor. Keyin Hatamjon degan ukamiz bor. Keyin Rustam aka degan akalarimiz bor. Ashlarga o'xshab imkoniyati cheklangan bo'ladimi, boquvchisini yo'qotgan bo'ladimi, hali yosh go'daklar bilan qolib ketgan aka ukalarimiz, opa singillarimiz bo'ladimi? Biz ham shu Qirg'izistonda ashlarga o'xshab Hadiya TV Hadiya o'zimiz fond, Hadiya TV, Hadiya fondi o'zimizdagilarga ham aytib o'taylik. Ashlarga o'xshab mana shu YouTube kanal orqali sponsor bo'lib, ashlarga uy solib berish, yana xudo xolasa shu kanallarimiz rivojiga rivoj qo'shilib, shunaqa bo'ladigan bo'lsa, shu YouTube kanalimizni rivojiga rivoj qo'shish, yana bularni ham yaxshilik sari yetaklash. Ana shu obunachilarimiz. Shu imkoniyati cheklanganlarga ham yo boquvchisini yo'qotgan uy solib berish yo kamchiliklarni to'ldirishda xullas. Zo'r. Yaxshi fikr. 6-chi savolimiz. YouTube olamiga qanday bo'lib kirdingiz? Ya'ni kim sababchi bo'ldi? Endi YouTube kanalimizga kirishimizdan maqsad birinchi bu kanaldan oldin Mehribonlar TV degan YouTube kanalimiz bor edi. Telegram kanalimiz ham bor. Telegram kanalimiz ham bor. Ya'ni kirmoqchi bo'lsanglar, Mehribonlarim TV emas, Mehribonlarim deb Telegramga yozsanglar, shu anaqaga kirasizlar. Kirsanglar bo'ladi. Kirsanglar bo'ladi. Silkasini qo'yib o'tamiz kommentariyaga. O'shanaqa qo'yib o'tamiz, agar kirmoqchi bo'lsa, kuzatmoqchi bo'lsanglar, shunaqa qilishi mumkin. Shu inson yaxshi inson ochgan edi. Yaxshi inson ochgan edi. Ilhom akamiz rahmatli. Endi shu yilda boshida olamni o'tib qoldi akamiz. O'zingiz bilasiz. Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Inna ilayhi rojiun. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Xudo xolasa o'sha insonni ham o'sha ruhlari shod bo'lish uchun, ruhlari shod bo'lib, lekin bizni kuzatib turganini yaxshi bilamiz. Inshaalloh shu inson bilan bu kanalni rivojiga rivoj qo'shib, yana ham sponsorlarni kuchaytirib, masalan, o'zimizdan bo'ladimi yo anaqada bo'ladi. Har qanaqa davlatda bo'lsa ham sponsorlar bo'lsa, shu raqamlarga murojaat qilishlar mumkin. O'zim javob beraman. Promoy bo'ladimi, WhatsApp bo'ladimi, Telegram bo'ladimi, Instagramda ham borman. Har qanaqa holatda ham aloqaga chiqishinglar mumkin ekan. 7-chi savolimiz. Qanday holatlar bo'ldi va odamlarning fikri sizga qiziqmi? Uni qanday tushunsam bo'ladi? Qanday holatlar bo'ldi? Masalan, ko'chada yurgandami yo kamera ko'tarib yurgandami? Ko'chalarda YouTube'ga kirib yoki YouTube ochib, misol o'sha olayotganingizda qanday ichingizda taassurotlar bo'ldi? Boshida qiziqarli, ya'ni odamlarning fikri qanaqa gapirlar ekanman? Qanaqa nima deya, men unaqa emas. Men qanaqa gapiraman? Men unaqa biron gapirmasdim-da. Men aytganda adabiy tilda biron gapirmasdim-ku. Bunaqa kamerani oldida o'tib, bunday qilib ko'p indamasdan turgan paytlarim bo'lgan. Boshida. Hozir inshaalloh u kameradan tortinishmas, bemalol gapirib, bemalol suhbat qilib o'ta olaman.
8. savolimiz shu YouTube'dan hafsangiz to'xtatgingiz kelganmi shu blogerlik sohasida? Kelgan. Qanday holatlar? Masalan bittasi senga nima keragi bor? Sen shu holatda bo'lsang ham nima o'zingni reklama qilmoqchimisan? deb o'zingni ichingdan chiqsa, ana shu paytlarda to'g'ri aytyaptimikin yo to'xtatdimikin rostdan, yo unchalik obunachilar yig'ilmayapti, yo shunchalik yomon gapiryapmanmi, yo shu dudulanib qolyapmanmi, dudulanib qolgan paytlarim eplolmasam kerak deb to'xtatgim kelgan. Masalan 1 yildan keyin boshqa holatim bo'lgan. Lekin ana shu Ilhom akamiz rahmatli yo'q sizdan chiqadi deb ko'p gapirardi. Sizni ruhlantirib, sizga motivatsiya berib, shu holatdan sizni olib chiqib ketgan. Juda zo'r. 9-savolimiz shifoxonaga tushib qolibsiz. Shu shifoxonada yotganingizda qiziqarli videolar qilmadingiz, biz ko'rmadik. U yerda kameraga ishlatish juda qiyinroq ekan. Men uni ko'rib o'tgan bo'lsa, jicha video qilib qo'yishga harakat qildim. Uni ham bu yoqqa chiqib qo'ydim. U yoqda hali internetlar jicha muammo bo'lib. Endi bizda Wi-Fi bo'lsa ham u yerda Wi-Fi ishlamasdan cheklovlari bor ekan. Bemorlarga xalaqit berish mumkin emas ekan. Zapreshon holatlari bor ekan. Bo'lsam qiziqarli voqealar bo'ldi. Kameraga tushamiz deb ham hazillashgan bolalar bo'ldi. Juda zo'r. Men ham juda xursandman. 10-savolimiz ustozingiz bormi? Shu kimdandir o'rganganmisiz? Shu 10-savolimiz oxirgi, so'nggi savolimiz. So'nggi savol shumi? So'nggi savoliga javob deb beradigan bo'lsam, sal uzoqroqda. Maylimi? Mayli, aytavering. Masalan, bilsanglar kerak. Endi obunachilar ham bilsa kerak, siz ham bilsangiz kerak. O'zbekistonda Anvarjon Oxunov degan, o'zimizda Hadiya TV degan kanallar bormi Qirg'izistonda? Anvarjon Oxunov, keyin Hatamjon TV degani bor O'zbekistonda. Ashlardan oldin kuzatib borardim-da, oldin hali YouTube'ga kirmasdan oldin anaqalarda, boshqa akkauntlarda, boshqa telefonlarda kuzatib borardim. Shuning uchun men jicha ashlar bilan suhbatlashsam bo'larmikin, men ham qo'limdan kelarmikin deb yurardim. Keyin mana shu kimdir anaqa bo'lib, mana shu anaqaga kirdimmi? Telegram gruppaga mana Mehribonlar TV deb o'rganib qolibman. Mehribonlar gruppasiga-da, mana Mehribonlarim gruppasiga kirib qoldimmi? Kirib qolib turib men keyin shu Ilhom akamlar bilan anaqalar bilan suhbatlashib qoldim. Keyin nima desam bo'ladi? Suhbatlashib qolsam keyin ular maslahat berdi. Uka, siz jicha shu telefon sohasini jicha tushunasiz. Shunaqa ish qilasizmi deb birinchi Instagramga taklif qildi. Instagramga taklif qildi bittasi. Keyin YouTube'da ham bunday aytganda sizga aytib beraymi, doktor Devi bor edi-yu, sizga hali doktor Devi. Doktorda, hali doktorda deydi-yu. O'zbekistondagi doktorda deb kuladi-yu. Shu ukamiz aka, siz YouTube'ga ham qo'ysangiz bo'ladi, Instagramga emas, yo montajga ham yaxshi tushunasiz.
Davay YouTube'ga ham. Shu ishni qilmaysizmi? Shu sohaga kirmaysizmi? Ha, deb lekin Ilhom sizga- akam to'g'ri aytyapti deb meni yetaklagan inson shu bo'ladi. takliflar bo'lib, Ha. shu orqali shu kanalga, shu olamga kirib kelgansiz. Mhm. Juda zo'r. Mana bugungi suhbatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Yana kelgusi video roliklarda ko'rishguncha sog' omon bo'linglar do'stlar. Sog' omon bo'linglar. Xudo xohlasa Kuzatib boringlar. Yana qiziqarli ko'rishguncha. voqealar bo'lib qolishi mumkin. Mobolarga bitta prank uyushtiramiz, qarab tursin bir kun. Shunaqa qilib bostirib kelgan uchun. Xudo xohlasa. Prank uyushtiramiz. Xudo xohlasa. Ko'radi. Bundan-da qiziqarli savollar, bundan-da qiziqarli holatlar bo'ladi. Xudo xohlasa. Yana qiziqarli savollar qilib kelmoqchi bu bola. Yana yozib kelmoqchiman-da keyin. Voy, nima yuray, qarab turing. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa kuzatib boringlar. Haqiqatdan biz hazillashyapmiz-ku. Pranklar uyushtiraman, prank uyushtiraman, qarab tursin. Qarab tursin, men hech uchun chiqarib qo'yishim mumkin shu videoda. Mana shunaqa suhbatimiz davomida shunaqa hazillar ham qilib turamiz, chunki sizlarni kuldirib turishimiz ham kerak. Kayfiyatlarga yana ham kayfiyat qo'shish maqsadida shunaqa hazillar qilib turamiz. Albatta hazil. Yo, haqiqatan prank uyushtiraman bir kun emas, bir kun moch bo'lagi. Yo, bitta qiz rolida kelaman. Yo, bitta qizni yetaklab kelaman. O'sha kunlarga yetaylik. Ko'ramiz. Kelindan kalta yegizaman, qarab turing. Inshaalloh. Ko'rishguncha Omon bo'linglar, Allohga omonatlar. hazilimizga rozi bo'linglar. Inshaalloh.